إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetlik görürmen qarindaşlar, bugünkü dersimizde kibir hakkında toxtalımız. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bizge mundaq ta'lim bergen. Ve la tusa'ir haddaka lin-nasi ve la temşi fil-ardı maraha. İnnallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Tekabburlu qilib kishilardan yuz o'rmagin. Yer yuzida g'adiyib mangmagin. Çünkü Allah her kandak maqtançaq hakavurlarını dost tutmaydı. Yani yaxtırmaydı. Kibir insanların quluqiga intayın sət anlanıdığan, Allah Taala yaxşı görməydiğan, insanlarmı yaman gördüğan bir qılıq. Ama hiç kim üzünün kibir qılayotqanlığını his qılmaydı. Həmmə adam mən kibir qılmayman deydi. İnsanlar bilip bilmey bu kibirden ibaret muşu illetini hayatıda kılıp salıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibir doğrusu sorulganda el kibir batarul hak ve gamtun nas. Yani kibir degen hakni kubul kılmaslık ve kişilerini közge ilmaslıktır dep düşündürgen. Peygamber sallallahu bu iki cümlelik sözde kibirinin mahiyetini intayın ixcham ve mükemmel derecede düşündürüp bergen. Hakikatni qabul qilmaslik deganning ma'nosi yüz abroyda, baylıqda, mansabda, yoki hurmatda, yoki nasabda o'zidan tuvan sanalgan kishilarni itrof qilmaslik. Chunki fazilatni, ashunda kishilar haq so'zni so'zlagan bo'lsa, o'sha kishilarda fazilat, axloq, ilim her taraftan bir artıqçılık bolsa, onu qabul qilmaslik, yani qabul qilmaslik. Tüven kögelliktin. Endi kishilarni ko'zga ilmaslik deganlik, yani üzden tüven turdigan, ya baylıqda tüven turdigan, yoki ilimda tüven turdigan kishilarning yeniga borganda, ulardan o'zini farqli ko'rsatishga tirishish va ularga so'z qilishdan siqilish ve ularning so'zlarini anglashdan rohatsizlanish, hatta bazı Müslümanlarga salam qilmaslik deganga o'xshash inson bilib bilmay sodir qiladigan xatoliklar. Kibir haqiqatan eng xatarlik bir gunoh. Endi kibirninki eng cho'ng xatari kishilarni haqiqatdan, iymondan, hidoyatdan to'sib qo'ydi. Alloh taolo mutakabbirlarni hidoyat qilmaydi. Bu to'g'rida nurg'un oyatlar bor. Masalan, sa'asrifu an ayatiyallazina yetekabbaruna fil ardi bighayri haq. Yer yuzida yo'lsizlik qilib, takabburlik qiladiganlarni mening oyatlarimdan yiroqlashtirman. Kazalika yatba'allohu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Har qanday mutakabbir zo'migarning dilini Allah mushundaq pechatlab atadi. Innalloha la yuhibbul mustakbirin. Yoki mutakabbirin. Allah Taala mutakabbirlik qiluvchilarni hergiz do'st tutmaydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qalbida zarrachilik kibir bo'lgan odam jannatga kirmaydi degan. Bu haqiqat endi. Bu haqiqatning amaliyotda dunyoda, reallikda nurg'un misollar bor. Oddiy bir misoli iblisning kofir bo'lganligi. İblisning Allah Taala'nı Rabbim Allah deb itiraf qilib turib, Adam alayhissalomdan o'zini yuqori ko'rganlikdan Allohning amriga bo'ysunmaganligi sababli kofir bo'lganligi nihoyat aniq. Chunki iblis ana xayrun minhu xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Men uningdan ustun, meni o'tdan yaratding, uni bo'lsa loydan yaratding deb qarshi chiqib kofir bo'lgan. Ya'ni demak, o'zini cho'ng tutganlikdan kofir bo'lgan.
Adem aleyhisselamdan tartib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanına kelgen peygamberlerinin hemmesiga birinci bulab karşı çıkanlar şu kavmning mutakabbirleri, yüzünü çoğ tutadiganlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Hakavurlar, siler işengen peygamberge, siler işengen dinge biz işenmeyimiz dedi. Bütün peygamberlerinki, ümmetlerinin içindeki mutakabbir hakavurlarınki gibi muşda boğan. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'nunki devride mutakabbirlikninki bir misali, bir yaman ülgüsü yaşangan, yani yüz bergen. O çağda Arap yerim aralığındaki şimalideki Gassan kabilesidir. Gassan kabilesi şu çağda Hristiyan emdi. Şu Hristiyan kabileninki padişahı Ceble İbni Eyhem diyen adam kilip Medine'ye kilip Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'nun kuluda iman ediyordu. Ona ait debdebilik altın taclar bilen, hizmetçiler bilen yipek kiyimlerini giyip kelgendeken Umar ibn Hattab radıyallahu anhu onu iman etişka davet kılgan, iman etkan Umar ibn Hattab altınınki yipeknin erlerine işletişki bolmayotganligini aytib, odatdagi musulmonlarda kiyim kiyishini aytganda ma'quldab kiyim kiygan. Onu degan o odamni haramga berib, haramni tavob qilib, umra qilib kelishga buyurgan. O adam haramga kelgan. Haram kelib tavob qilish jarayonida tavob qilayotganlarning birisi buniki nimeniki uzun ko'nglikiniki, ya'ni peshiga dastlab solgan. Shuning bilan uni achchiqlab, uni qattiq birini urib atgan. Shuningdek u tayoq yeganidan bu haram degan Allohning beyti ibodat qilish uchun keldik. Bu yerda men seni qasddan dastlab solmadim putunga. Menga shunda zulm qilding. Men buni musulmonlarniki emirga azi qilaman deb berib, Umar ibn Hattab shu vaqtida Makkaga kelgan ekan, Umar ibn Hattabga azi qildi. Azi qilgandan keyin bu odamni chaqirtib sen nima ishqa bu adamni dastlab solganlik uchun urasan deganda, bu o'ziga tushlik olmay, men degan bir podshoh bo'lsam, meniki kiyimimga dastlab qo'ydi degandan keyin Allohning oldida hammadan o'xshash bo'lib bu haramni tavob qilayotganda musulmonlarning hammasi farqlanmaydi. Podshoh, fuqaro, rais, odatdagi odam hammasi o'xshash kiyim kiyib tavob qildi. Sen xatolashibsan, sen bu kishidan uzr tilagin. Agar sen uzr tilmasang, bu kişinin qisosini ettirman, bu kişinin seni aşında birini qattiq birini urib oldi degandan keyin bu turib ketib, men ati kelayamsan deydi. Bu bir eg'iz xatolashibdiman degan gapni uzamdan tuvan turgan bir fuqaroga men xatolashibdiman degan gapni qandoq deyman deb demaganlik uchun aşı gapni deyishdan qechib, iymondan yuz o'rib, murtad bo'lib, shu kechada qechib ketdi bu, G'assonga qechib ketdi. Qechib ertasi Umar ibn Hattab kutib o'tirdi, bu arz qilg'ich ikkisi keldi deb qarasa, o odam kelgan, ammo bu podshoh Cibla ibn Eyhem qechib ketgan. Qechib ketish bilan bu o'zininki yurtidima keyin podshohligi o'rilgan binasi bo'lib, xristianlarniki Sham tarafga ketib, Sham tarafda o'zining xristian dinida o'ldi. Eng oxirgi umrida intayin pushaymon qilib, men shu chog'da bir fuqarodan uzr tilashga meniki ko'nglim bormay, mutakabbirlik qilib, iymondan yuz o'rib, hozir bu xristianlik hayotida o'lib ketib borman deb, oxir hayotida yana iymon etmay, ashunda o'lib ketdi demdi. Bu yerda bir narsa diqqat chekdi, shu arablarniki uzun yerga so'rilib turadigan kiyim kiyish mutakabbirlarniki bir alomat ekan shu vaqtda, boylar yerga so'rab turadigan kiyim ekan. Anda bo'lgandan bu qisqalanchilik yerda manganda kishilarniki dastlab turishini aytib inaqamda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki shu ishtonninki pushqiqi o'shiqdan oshmaslikni tavsiya qilganligimi, ya'ni shu mutakabbirlarga o'xshab qolmaslik uchun shuni aytib to'sgan. Demak, bu odam haqiqatni qabul qilishdan bosh tortib, bir faqirdan o'zi xatolik o'tkazib qo'ygan bir fuqaro odamdan
özür sulaş egir kelganlikdan aşununga chidayanmay bu imandan yüz örüp kapırlap ketken. Demek addi şüzlük bir iş bu adamın kapır oluşu, kapır ölüşüge sebep bolgan. Demek bu mushundaq yaman narsa küfür degençamdi. Nima? Tekabburluk diyen. Rasulullah'ın zamanındaki Ebu Cehil, Ebu Leheb qatarlıqlarının hemmesi şu mütekebbirlikten şunda qılgan. Bir günü mesela Ebu Cehil doğrusunda bir qıssa var. Muhammed Ratib bin Nabilisi deydi. Ebu Cehil bir günü bir Müslüman yüzündeki cahiliyetteki bir dostu bilen uçuşup kaldı. Bu dostu onu imanға davet kıldı. Ey iman etsen bolmamdı, siyaq iman etmedi. Muhammed'in rastçıl işgalligini, dininin haqiqatligini bilseniz, yo'q Muhammed kazzap, yolg'onchi, sehrgar degan. Degandan o dostu deydi. Bu yerda sendan boshqa, ikkimizdan boshqa adam yo'q. Sen rastangni degan. Muhammed'in dini haq ekanligini sen bilsan degan. To'g'ri, Muhammed'in dini haq. Buni da'vat qilayotganligim haq, to'g'ri ishga da'vat qilyapti. Lekin biz Mahzumi qabilasi, Qurayshning bir cho'ng qabilasi bizma. Abdumanab bu Abdumanab qabilasi Qurayshning bir qabilasi. Tarixdan biz shu haramdagi hojir kelganlarni sug'urish, taom berish, haramga xizmat qilish va Ka'bani yangilash degan hamma ishlarda at chap qurganda o'xshash ketib boradi. Birisi birisini basish ketib boradi. Endi bu Abdumanab'ninki ailesinden peygamber çıktı. Endi bu peygamber, biz bunda bir peygamberini biz çıkaramayız. Anda oğandayken biz bunu inkar kılışın başka yolumuz yok. Ya ki bunu inkar kılmak şununla kail olup, şunun kail oluşumuz gerek. Ya ki biz yüzümüzün abroyunu saklaş için biz onu inkar kılışımız gerek. Şu an biz onu inkar kılımız gerek. Yani demek kibirmiş ya. Demek kibir hakikatini bilip durup bu kibirlikten iman etmeyen. Hem de hazırki zamanda bu nurgun kişiler mesela bu ilim ehlilerinin katardım ba, başka cemiyet her saha kişilerden ba, hakikatini bilip durup karşı tarafını ya yaman kögellikten, ya karşı tarafının közgü ilmi gellikten, ya karşı tarafının yüzününki nezirde yani tüzük bir adam boğmuğallıkıdan şu hakikat şunun tarafı tutusu mu, hak söz kılgan tutusu mu, şunun şunda fezileti ba tutusu mu, itiraf kılmayatkan aşında nimeler ba. Bunda hakikatini itiraf kılmaslık insanlar asla fasıklıktan keyin uni kafirlikka elib bordi. Endi kibrdan saqlanish hammadan bak muhim. Kibrdan saqlanishninki choralaridan biri hamda oldi bilan bu kibr degan qalbda bo'lgan narsa. Qalbda bo'lib, qalbdan keyin ish harakatda o'zini ko'rsatadi. Qalbga shunday bir kibrninki alomati, o'zininki qaltis ekanligini his qilish, demak shunday bir kep qolgan vaqtda insan derhal insan sen şu bir tamçı sudun, menidin, yani erzimes spermden peyda olup şunundan yaratılgan bir insansan. Şunçilek aciz şundan nersinin kelgen insansan. Allah seni her taraftan sana kamalat ata kılıp bu şunda mahlukatın dünyadaki bütün mahlukatların eziz kılıp bir insan kıldı. Lekin sen aslında o qarayotgan bolsan, aslında bir tamçı sudun ibaret. Şu an senin kibir, mütekebbirlik qilishga hech qanday haqqing yo'q. Çünkü sen Allah'ın mülki, Allah'ınki bendisi, Allah qanday qilsa shunday qiladi seni deb o'ziga tarbiya berish, nafsiga tarbiya berish. Bu ulamolarningki usuli yani. Shunday bu Muhammed Mutavalli Sha'ravi deb Misrda katta bir olim o'tgan. Jiqlarimiz, bilimiz onun tanqini. Bu Saudiya Arabistonda aynı vaqtlarda mudarrislik qilib, taklif qilgan ekan, universitetlarda mudarrislik qilgan. Bir kuni bu shofir bilan ketib berib, bir namoz vaqti emas bir vaqtda masjidga to'xtatishni debdi. Masjid to'xtatgandan keyin bu taratxonaga kirib chiqmabdi. Yo'q, chiqmagandan keyin bu shofirdan bo'lgan deb kelsa, taratxonlarning hammasini tozalab etibdi bu Sha'ravi. Katta olim hamda mudarris tozalab etibdi. Tazliq etib gap qilmay chiqibdi. Shundan keyin mashinaga ketib berib, bu shofir so'rabdi. Bu qanday bo'lib bu tuyuqsizdan bu tualetlarni tozalash sizdan keyin esangiz kelib qoldi degan ekan. Men bugun shu muhodaratda bu leksiya so'zlaganda kishilardan nihoyat batjiq olqish yig'ib ketdi. Shuni bilan men ko'nglimda kichikgina bir narsa paydo bo'lib qoldi. Men xila kishilar olqishlaydigan odam ekanman deb ko'nglimga shu narsa kelib qoldi. Şu an nefsimni terbiye kılış için bu şu tuvaletlerini tazlap çıktım deb shunday degan ekan. Demek
Biz ko'nglimizga shundoq bir o'zimizni qaltis ko'rsatgan, o'zimiz boshqalarni yuqori ko'rsatgan, o'zimiz boshqalarni mukammal musulmon, mo'min ko'rsatib qo'ygan, shunday bir tuyg'uli kelib qolsa, shu chog'da auzu billahi minash shaytonir rojim deb o'zimizga qaytib, Alloh taoladan panoh tilab va o'zimizning ojiz bir inson ekanligimizni eslab, o'zimizniki kibr qilishga, boshqalarni o'zimizni yuqori ko'rsatishga hech qanday bir haqqimiz yo'q ekanligini, insonlarning hammasi Allohning oldida barobar ekanligini, faqat Allohning dargohida, Allohning nazarida hurmatli bo'lganini faqat Allohga chin qalbdan taqvolik qilgan, haqiqiy o'zining mas'uliyatini ado qilgan solih kishilar ekanligini, shuni o'zimizga, nafsimizga tarbiya berib, ashunday qilish orqali mushu illatni saqlanib qola olamiz. Agar shunday qilmaganda insonning qalbi har minut, har daqiqa, har sekunda o'zgarib turadi. İnsonniki ko'ngliga shundoq yomon xiyollar, bo'lmag'ur xiyollar, shundoq havaslar kelib qoldi. Kelib qolganki, bu havas kelgandan bu havas hamon bu insonniki tashqi gap so'ziga, yurishtirishiga, muomalasiga bu o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Shunga bunday ta'sirini ko'rsatib, yomon bir ish qilmaslik va boshqalarga ziyon yetkazib solmaslik, boshqalarga aziyat berib solmaslik uchun qalbimizga shundoq bir bo'lmag'ur shunday xiyollar kelgan vaqtida o'zimizni qaltis sanash his tuyg'ular kelib qolgan vaqtda o'zimizning nafsiga har turli usullar bilan tarbiya berishimiz nihoyatda muhim. Qadrli ko'rarman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keladigan hafta yana shu soatda birga bo'lish umidi bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.